Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Maverdi rahmetullahi aleyh Adabuddin ve Dünya namlı kitabıda bugün mundaqdaydı. İlim ögünüşdiki bir kısım nuqsallarniki sebebi hakkında toxtulup bu zat mundaqdaydı. Bilip qoyun talibül ilim her qandaq ilimlarning oxirgi ilib boradigan muqaddima bosqichlari, dastlabki asoslari bo'ladi. Onun haqiqiy mohiyatiga yetkizadigan kirish ishiklari bosqichlari bo'ladi. Şoňlaşqa ilim öğrenmekçi bolgan adam ilimning dastlabki bosqichlarini öğrensin. Oxirini ondan bu adam topalaydi. Ilimning kirish ishiklarini, dastlabki muqaddimlarini öğrensin. Şundaqda bu ilim haqiqiy özüning mohiyatini, ishchini ondan o'ziga to'ntadi. Hergizmi ilimning dastlabki bosqichlarini öğrenishdan burun yuqori pallasini öğrenib olmasin. Kirish bosqichlaridan burun ilimning o'ttir mohiyatlari, yakunini öğrenib olmasin. Agar shundaq bo'lib qoladi ekan, ilimning ne oxirini bilinmaydi, ne mohiyatini tushunolmaydi. Chunki uğulu yo'q bina hergiz o'rtulmaydi. Ko'chatsiz meva hergiz meva bermaydi. Şoňlaşqa bu yerdeki bir kısım ilim öğrenişdeki nuqsallarniki nurgun sebepleri var. Bu sebepler özüne ait orunsiz sebepler veya ki mevhum jın kemmaydigan, mezanda toxtamaydigan sebepler bolup cümleden bazı bir kısım ilim öğrengiçilerniki nefside ma'lum bir nişanlı boludu. Ma'lum türdeki ilimni maxsus öğrensem deydigan nişanı boludu da şuning bilan buning bu nişanı ay şu ma'lum türdeki ilimni lam ko'zlaydi. Şuning bilan bu ilimniki ilimning umuman muqaddimatlardan, yani bu ilimni to'liqlaydigan dastlabki bosqichlardan o'zini qochirib qo'ydi yoki o'rganmay qoladi. Masalan, qozilikni yaxshi ko'radigan odamlar bor. Bu ayni vaqtida bu so'tchilik, qozilik bu ayrim bir fan edi. Chunki davlatniki har qaysi o'rinlarda, yezi qishloqlarda, noy shaharlarda qozilik mustaqil bir ayrim bir fan edi. Bir qism odamlar bor, masalan, qozilikni alayda cho'ng bilib o'rganadigan. Shundan men bir hokim bo'lsam yoki so'tchi bo'lsam deydi. Şuna bilan avval fiqh ilmini öğrenidi. Fiqh ilmining ichida qozilarning adab axloqi va qozilikqa munosabatlik da'vo dasturlar mushularni öğrenidi. Yoki shahodat, yani guvohlik berish qatorliq shundaq masalalar bilan mashg'ul bo'lishni yaxshi ko'rdi. Shuna kitobi shahodatni öğrenidi deydi. Hamda shu o'zi qiyinlayotgan bilmagan narsalarni bilmayman deb mundaq bo'lib qolmaslik uchun maxsus qozilikqa munosabatlik mazmunlar bayonlarni o'rganadi. Buni bilib bo'lgan vaqtida bu odam o'ylaydi-da, bu ilmning men ko'p qismini egallab bo'ldim, mashhurlarni o'rganib bo'ldim deb o'ylab qoladi. Buning hamda o'rganmoqchi bo'lgan ilmlardan faqat qiyin bo'lgan, o'rganish ters bo'lgan yerlar qilib qoldi. Bilmek, mahiyetini çıkırış, hakiki mahiyetini bilish qiyin bo'lgan bir ma'lum ilmlarni qolib qoldi deb o'ylab qoladi. Yani ömrünü zayi qildigan bunday bir taraflar qilib qoldi deydi. Amaliyotda buning bilish tegishli narsaga bo'lgan himmati tuvallikidan yoki o'zim shu bilmay tashlab qo'ygan narsadan yuz o'rganlik uchun bu shu ilmlarni tashlab qo'ydi. Agar bu inson, bu talibul ilm o'ziga haqiqiy nasihat qilsa yoki o'ziga rostchil, samimiy bo'lsa, albatta bilmay tashlab qo'ygan taraflar o'zini bilganidan muhim ekanligini his qilgan bo'ladi. Chunki ba'zi ilmlar bir-biriga bog'liq, munosabatlik. Har bir bobning o'zin oldidagi ya bundan burunqi bobga munosabatlik taraflari bo'ladi. Çoxum bu ilimning oxirgi bosqichlari avval bilan munosabatlik bo'ladi. Balkim ilmningki dastlabki bosqich taraflari o'zi mustaqil ayrim bir ilm turida tik turishi mumkin. To'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin
Elimning beshini tashlab qo'yib, oxirini egallab, oxirilam o'ginishning o'zi hem beshini hem oxirini tang tashlab qo'yganlikqa barobar. Undaqda shu odam malomatdan qutulanmaydi bu odam bu dedi. Amaliyotda hammasini tark etgan vaqtidagi malomat ig'ir bo'lsa-mu, elimniki oxirini o'ginib beshini qo'yib qo'ygan odam malomatda yanada bu odam qutulanmaydi deydi.